O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalimizda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz sizga eng sarallarini taqdim etishda davom etamiz. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 20-iyul kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxsan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 28-33 daraja, kunduzi 40-45 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 40-45 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxsan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 27-32 daraja, kunduzi 43-48 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 40-45 daraja bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng saralarini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.